Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammaga alangali salom. Do'stlar, bugungi qilgan ishimizga baho berasizlar degan umidda video qilamiz. Ko'rib, o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldirasizlar degan umiddamiz. Xo'p, zinamiz razmerlar bilan tanishtirib o'tishni boshlaymiz. Tepada bitta plashatka 120 ga 260 lik. Joyimiz umumiy balandligi 3,5 metr. Noldan plitani ustidagi nolgacha. 22 ta stupenka tushgan, 15 ga 30 dan. O'rtadagi plashatkamiz 2 metrga 90 santimetrlik. Sababi zinamizning eni ham 90 santimetrlik zina bunaqasi. Ixchamgina, kichkinagina uy. Mana uyimiz bu yerda bitta mehmonxona. Bu yerda bitta umumiy xona bu ham. Pastda esa bitta oshxona. Bu biz turgan joyning pastida esa spanniy bor. Bitta kichkina oilaga moslab qilingan kotej, etajli kotej. Buni orqasida hammom sanuzillari bor. Eshikning orqasida yana bitta letniy kuxnaga joy bor. Hurmatli obunachilar, kimda shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, afishaniyada telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Va xizmatimizga like bilan bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Bundan-da zo'r ishlar hali oldinda kuzatishda davom etamiz do'stlar. Xayrli kun hammaga.